Siz odatda insonlar bilan qanday suhbatlashasiz? Telefon qilish orqali, SMS orqali yoki bo'lmasa yuzma-yuz. Endilikda ongiz orqali suhbatlasha olasizmi, ishonasizmi? Amerikada AlterEgo nomli startap o'zining yangi prototipini tanitdi. U orqali siz endilikda ovoz chiqarmasdan turib suhbatlashish imkoniga ega bo'lasiz. Bu narsa hali telepatiya emas, ya'ni ong orqali amalga oshmaydi. Og'iz orqali siz ichingizda u narsani gapirasiz. Sun'iy intellekt uni tahlil qilib turib, qarshidagi insonga yetkazib beradi. Bu texnologiya kimlar uchun? Birinchi o'rinda kasalligi bor insonlar uchun. Ba'zi insonlar bor ovoz chiqara olmaydi yoki bo'lmasam gapira olmaydi. Shunaqa insonlarga yordam berish uchun. Ikkinchi holati kundalik foydalanish uchun. Kundalik holatda har kim ishlatishi mumkin. Ba'zi shovqinli holatlar bo'ladi, metro, to'y yoki shunga o'xshash holatlar. Buni holatlarda ishlatish mumkin. Uchinchisi esa texnologiyalar bilan ishlatish mumkin. Deylik, siz bitta xonada o'tiribsiz va televizor yoqmoqchisiz. O'tirgan holatingizda yoqishingiz mumkin bo'ladi. Bu loyihani asoschilari Arnav Kapur va Max Newton. Arnav Kapur asl hindistonlik, Garvardda, keyinchalik MITda o'qigan va 2018-yilda bu mahsulotni prototipini ishlab chiqqan va bu yildan e'tiboran Max Newton bilan birgalikda startap holatiga aylantirishmoqda.